Podshohlarda hech qaysi, ehtimol keyin ham kelgan podshohlarda hech qaysi qilmagan ishni qildi. Nima qildi? Kunduzi bilan raiyatni ichida, bozorda yurib, odamlarni ko'chalarida yurib, mushkulalarni ko'rib, kunduzi qanday xabardor bo'lsa, kechasi ham tinmasdan ko'chalarni kezib yuradi. Odamlarni raiyatni holidan xabar oladi. Umar ibn Hattob mana shunday ko'chalarni kezib yurishdagi navbatdagi marta ko'chaga chiqar ekan, Madinani chekkaroq bir ko'chasiga chiqqanida shahardan tashqarida bir ko'z yetar joyda chodirni ko'rdi. Chodirda oldida bir kishi yoqib yoqib bezalab yurar edi. Chodirning ichidan esa bir ayolning inginagan ovozi eshitiladi. Yaqinroq borib kuzatuvdi. Bu sahroy arablardan bittasi edi. Madinaga yetmasdan chodirni qurib, ayoli tug'ishlik arafasida to'lg'oq azobi bilan yotar edi. OSMTV. Shoshganicha uyga keldida Ali roziyallohu anhuning qizlari Ummu Gulsum roziyallohu anhoga: "Ey Ummu Gulsum, savobli ishda menga sherik bo'lasizmi?" dedi. Alloh rozi bo'ladigan ishda